Haqiqiysini hech narsa bilan aralashtirib yubora olmaysiz. Yalpizning yangiligi, limonning sharbatliligi, laymning yorqinligi. Limon Fresh 100% tabiiy. Tatib ko'r. Ha go'zalim, yaxshimisan? Yaxshiman, ishdan chiqdingizmi? Ha, chiqdim. Tinchlikmi? Otabek aka, aytgan narsalarimni oldingizmi? Hamma narsangni oldim. Xavotir olma. 10 daqiqada yoningda bo'laman. Muzqaymoni mevalisida esingizda? Hamon ishkalatlisini olib qo'yibman-ku. Shunaqa deyishimni xohlovmiding? Ey, 3 oydan beri senga mevali muzqaymoq tashiyman-ku. Yod bo'lib ketdi. Mayli, so'radim. Xo'p. Telefonni o'chiraman. Xo'p, tezroq keling. Bo'pti. Xo'p, yaxshi o'tir. Ey, Ha? sotqinlarga o'li. Otabek aka, keldingizmi? Otabek aka, sizmisiz? Hali kelmabdilar shekilli. Hayolimda shunaqa bo'ldimi? Otabek, Qayerdaman? o'zing keldingmi? Men qayerdaman? Kasalxonada. Bu yerga qanday keldim? Seni pichoqlashgan. Ishdan chiqib uyga ketayotgandim. Lekin kim? Nega bunday qilishdi? Hozircha noma'lum. Lekin qidiruv ishlari boshlangan. Men necha kundan beri shu yerdaman. 2 kun. Men 2 kundan beri shu yerda bo'lsam, xotinimning xabari bormi? Otabek. Xotiningni o'g'irlab ketishibdi. Nima? Nega? Kim o'g'irladi? Qachon? Yo, sen o'zingni bos. Senga hayajonlanish mumkin emas. Qanaqa qilib o'zimni bosaman? Unga biror kor hol bo'lgan bo'lsa-chi? Shoshma, Otabek. Senga turish mumkin emas. Joyingda yot. Yot, o'zingni bos, o'zingni qo'lga ol. Xotinimni kimdir o'g'irlab ketsa, men qanday qilib yotaman? Hoziroq
Qidirishim kerak uni. Meni eshit. Biz ham qo'l qovushtirib o'tirganimiz yo'q. Butun bo'lim oyoqqa turgan. Qidiruv davom etyapti. Sen tuzalgin, keyin harakatni boshlaymiz. Lekin qanday? Zarina! Iltimos menga tegmang. Nimaga o'zi meni bu yerga olib keldinglar? Nima istaysizlar o'zi mendan? Tegmang dedim sizga. Qo'yib yuboring meni. Qo'yib yuboring. Qo'yib yubor. Qo'yib yubor dedim senga. O'chir ovozingni. Qo'yib yubor. Qiz aybi nima? Aybi yerida. Siz kimsiz? Nimaga meni bu yerga olib kelishdi? Bilmadim. Yolg'on gapiryapsiz. Siz ham xoyna-xoy mana bularning bittasi bo'lsangiz kerak. Sen bu yerga bitta sabab bilan tushib qolishing mumkin. Kimdir seni qimorga yutqazgan. Bo'ldi. Meni qimorda yutqizgan odamlarga dunyoda hozir javobini berayotgandir. Yutgan odam esa meni bu ahvolga tushishimga qarab turmaydi. G'alati qiz ekansan-ku, a? Ularga nima deyman? Allo. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom o'g'lim, yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Telefon qilsam ko'tarmaysan. 3-4 kundan beri telefon qilaman. Kelin bilan ham gaplasha olmayapmiz. Onasi bilan xavotir olyapmiz. Bir xabarlashib qo'yay demaysizlar-mi, bolam? Oyi. Haligi.
nima desam ekan? Men 3-4 kunga komandirovkaga ketgandim. Keliningizni mazasi bo'lmaganda shifoxonaga yotqizgandim. U yoqda telefon ishlatish mumkin emas ekan. Xo'p, xabarlashib qo'yinglar. Onasi ham xavotir olyapti bu yerda. Sizlar xavotir olmanglar. Bemalol dam olib kelinglar. Mayli bolam. Oldiga borganimda o'zim telefon qilaman. Xo'pmi? Telefon qilibdi. Xo'p bo'ladi oyijon. Xo'p, bolam. Xo'p, mayli, yaxshi boringlar. Hammangni topaman. Hammangni yo'q qilaman. Tur, ketamiz. Qayerga? Savol berma. Uni qayerga olib ketmoqchisan? Boshliq chaqirdi. Senga tur dedi. To'xta. Uni olib ketmaysan. O'rniga men boraman. Sani boshimga uramanmi? Boshliq qizni chaqirgan. Bu safar men boraman. U keyingi safar boradi. Bugun tayyormas. Mani qiziqtirmaydi. Videosini boshliqqa aytadi. Mani olib borasan. Men aytaman boshliqqa. Tushunding-a? Yaxshi, yur. Nimaga bunaqa qilyapsiz? Senga yordam bermoqchiman. Nima uchun? Chunki vaqtida menga hech kim yordam bermagan. Tez orada qaytib kelaman. Men senga shuni olib kel deganmidim. Qani yangi qiz? Men o'zim boraman deb turib oldi. Undan nima xohlaysiz? Sendan nimani xohlagan bo'lsam, undan ham xuddi shu narsani xohlayman. Uni tinch qo'ying. U hali yosh ekan. Sen ham yosh eding bir paytlar esingdami? Qara, ancha o'rganib qolding.
Menga qara. Agar meni ishimga burun suqadigan bo'lsang, hech ikkilanmay 10 ta qimorbod ichiga tashlayman, yo'q bo'lib ketasan. Yo'qot. Xo'p. Ana, davom ettiramiz. Iye, Otabek. Assalomu alaykum Sarvar aka. Va alaykum assalom. Sen bu yerda nima qilyapsan? Senga shifokor nima degan edi? Nimaga ishga kelding? O'rta boshliq, ishim bor. Ishim bor? Kechagina o'lib qolishing ozgina qoldi. Men senga buyruq bergandim uyda o'tirgin deb. Qo'limdan kelmaydi. Kelmaydimi? Yo'q. Nega? Chunki xotinim yo'qolgan. U qayerdaligini bilmayman. Tirikmi, o'likmi? Xabarim yo'q. Men esa uyda yotib dam olaymi? Ha? Har safar telefon jiringlasa, yuragim to'xtaganday bo'ladi. Noma'lum raqam telefon qilsa, qo'lim titraydigan bo'lib qolgan. O'rta boshliq, men qanday dam olay? Qanday? Axir sen ahvoling hozir og'ir. Bundan ham og'iri bor. Nima? Yo'l topolmaslik. O'rta boshliq, agar bugun ishga chiqmasam, men o'zim kechira olmayman. Axir unga nimadir bo'lib qolsa, butun umr o'zimni ayblab o'taman. Sen juda ham qaysarsan. Lekin bir narsani eshit. Biz uni topamiz. Sen yolg'izmassan. Xo'p bo'ladi. Nima kerak bo'lsa, butun bo'linma sen bilan. Xo'p bo'ladi. Bora qol. Opa. Yaxshimisiz? Xudoga shukr tirik ekansiz. Men o'lganimga 3 yil bo'lgan. Tanamni ko'tarib yurma xolos. Endi meni ham shu taqdir kutib turibdimi? Qochib ketsak bo'lmaydimi? Ko'p marta harakat qildim. Lekin har safar ushlab olishgan. Bu narsani umuman imkoni yo'q. Imkonsiz narsani o'zi yo'q. Faqat ishonch kerak. Ishonch deysanmi? Men unga ishongandim. Lekin u meni mana shu tubanlikka tashab ketdi. Kim? Erim. Eringiz? O'z erim meni mana shu dahshatli jarlikka uloqtirib yuborgan. Bu yer juda ham qorong'u. Doim mana shu zulmatdan yorug'lik qidiraman. Bir shu'la bo'lsa-yu, uni ortidan parvonadek ergashsam. Lekin afsuski mana bu yerda faqat chirkinlik, dayuslik, tubanlik bor. Bilasanmi? Bu yer ilon, chayonlarga to'la. Ularni zahri sani o'ldirmaydi.
lekin tirik murdaga aylantiradi. Biz juda ham baxtli edik. Mana. Asror aka, tinchlikmi? Kayfiyatingiz yaxshi emas. Hech shu ishlarim yaxshi bo'lmayapti-da. Nima ish qilyapsiz o'zi? Oxirgi payt yurishingiz juda ham boshqacha bo'lib qolgan. Uyga kech kelasiz. Yurishimga nima qilibdi? Yurgan bo'lsam, oilam, uyim, joyim deb ishlab yuribman. Hammasini sen uchun qilyapman. Bilmadim. Menga kech kelishlaringiz umuman yoqmayapti. Xo'p. Endi uyga vaqtida kelishga harakat qilaman. Shunaqa qiling. Shu ishlaringizni deb bugun qanaqa kunligini ham esingizdan chiqarib yubordingiz. Men o'zim esimdan chiqarib yuborishim mumkin, lekin bugungi kunni esimdan chiqarib bo'lmaydi. Xo'p, qanaqa kun ekan? To'yimizga roppa-rosa 1 yil bo'lgan kun. Qani ko'zlaringni yumchi. Nargisa. Ana. Buncha chiroyli Asror aka. Yoqdimi? Sen uchun bu arzimas sovg'a. Ko'rasan, hali ishlarim yaxshi bo'lib ketsin, bundan ham yaxshilarini olib beraman. Rahmat. Afsuski, quvonchim sarobga. Qo'rquvim rostga aylana boshladi. Qayerdasiz Asror aka? Nimaga telefoningizni ko'tarmayapsiz? Tushunmadim. Qayerda yuribdi ekan? Qayerdasiz? Javob bersangiz-chi, Asror aka. Nimaga bunaqa o'zgarib qoldi ekan? Boshida unaqa emasdilar-ku. Oyimga aytsammikan? Yo'q. Ularni xavotirga qo'yaman. Ularning ham mazalari yo'q. Qayerdasiz? Pas. Manda ham pas. Pas manda ham. Xo'sh, senchi? O'ynayman. 2000 o'tdim. Mendan ham 2000. Bu yerda kam-ku. Aka, qarzga o'ynaylik. Biz qarzga o'ynamaymiz. Qo'y, o'ynasin. Rahmat. Xo'sh.
28. Nimalar bo'lyapti o'zi? Bu safar omadim kelmadi. Qachon omad kelgan o'zi senga? Har safar yaxshi bo'lib turadi. Asrorboy, pul ertadan qolmasin. Xo'p aka. Aldaydigan yigitga o'xshamayman-ku. Ogohlantirib qo'ydim-da. Qani, olinglar. Keyingi safar yutasan, o'ylama. Asror aka. Asror aka. Asror aka, turing, uyg'oning. Nima deysan? Kecha qayerda edingiz? Sizni umuman tushunmay qolyapman. Ertalabdan boshim og'ritmagin. O'z asablarim joyida emas. Tushuntiribroq gapiring. Nimaga bunaqa o'zgarib qoldingiz? Unaqa emasdingiz-ku. Savol beravermagin. Borib nonushta tayyorlagin. Ishga ketishim kerak. Nima ish ekanligini ayting, men ham bilay. Axboroting uchun taksi qilaman. Kechqurun taksi yaxshi bo'ldi. Shunga kelib charchab uxlab qolma. Kechqurun rosa telefon qildim. Telefoningiz o'chiq ekan. Yolg'on gapirmang. Mana shu siringiz bir kunmas bir kun fosh bo'ladi. O'shanda uyalib qolmaysizmi? Borgin nonushta tayyorlagin dedim. Bo'ldi qil. Mana shu yurishlaringiz oxiri yaxshilik bilan tugasin. Tushundingizmi? Ko'p gapirma, borgin. Bormayman. Pul topishim kerak. Mana senga olam pul. Etagingga siqqanicha ol. Qayerdasan ey? Asror aka. Ke. Güzelim. Bu nima ahvol? Qayerlarda yuribsiz? Biz endi boymiz, Dilnura. Mana pullarni qara. Mana umringda shuncha pullarni ko'rganmisan, ha? Shuncha pul qayerdan keldi? Qayerdan oldingiz bularni? Yutib oldim. Qara bularni ko'pligini qara. Bir yil ishlamasdan yotib yesang ham bu pullar tugamaydi. Hali qimor o'ynayapsizmi? Aytgancha sen bilmasing-ya bularni. Senga aytmaganman. Bu pullarga bir ishlamasdan yashasang ham bo'ladi-da. Nimaga menga aytmagansiz bu haqda? Mana endi bilib olding. Nima qilibdi? Umringda bir pochka dollar ko'rganmisan, ha? Mazza qilib yashasang bo'lmaydimi? Menga mana bu harom pullaringiz umuman kerak emas. Siz bilan bir kun ham yashamayman. Ketaman. Shoshma, qo'ysangchi. Qo'yib yuboring, ketaman. Bir kun ham siz bilan yashamayman. To'xtasangchi, Dilnur.
Shoshmasangchi, to'xtagin. Bu nima qilganing? To'xtagin, ber bularni. yashamayman. Jonim, bunaqa qilmagin. Bo'ldi. Qasam ichaman, boshqa o'ynamayman. Senga va'da beraman. Tillalarim ham bekorga yo'qolmabdi-da. Men ahmoq. Qanaqa qilib sezmadim. Qanday qilib bilmadim. Ha, bir safar shunaqa bo'lib qoldi endi. Dilnura, men o'zgaraman. Mana shu qimor degan narsani qaytib o'ynamayman. Faqat sen ketib qolmagin. Qanaqa qilib sizga ishonay? Sen bir marta imkon ber. Mana shu birinchisi va oxirgisi bo'lar. O'lay agar boshqa o'ynamayman. Hozir qayerga ham boraman? Akam bilan kelinoyim sig'dirarmidi? Kasal onamni kasal qilamanmi? Peshonaga yozilganini ko'z ko'rar. Endi chidaysan Dilnura. Kechirasanmi? O'sha tillalaringni ham hammasini qaytarib beraman. Asror aka, iltimos. Bu yo'lingizdan qayting. Bu yo'lni oxiri yo'q. Xo'p. Ikkalamizni ham cho'ktirib yuboradi. Iltimos sizdan boshqa o'ynamang. Qaytaman. Albatta qaytaman. Sen faqat ketib qolmagin. Sensiz qanday yashayman? Sizga ishondimmi? Iltimos. Endi uyga kiramiz. Uyga kiramiz. Qani, yur. Shunaqa qilmagin. Yura qol. Ha, yigit guli. Mashina ham ketdi. Men so'zimdan qaytadigan odam emasman. Mana, mashina sizniki. Buni qara-ya, bugun xuddi bilganday mashina haydamay keldim. Bugun seniki-da. Bugundan boshlab meniki-yu, Bugun o'zimga yangi mashinamda ketaman. Men keta qolay. Bor. Hech vaqosi qolmadi bola bechorani, ha? Bor budini yutib oldingiz aka. O'yindan chiqarib yuborsak ham bo'ladi endi buni. Yo'q. Chiqarmaymiz. Hali o'ynaymiz. Nimasi qoldi aka buni tikadigani? Hali undan oladigan narsam ko'p. Yomonsiz aka, yomonsiz. Asror aka, to'xtang. Qayerga ketyapsiz? Ishlarim bor. Siz menga va'da bergandingiz. Mashinangiz qani? Mashina ustida. Yolg'on gapirmang, Asror aka. Yana qimor o'ynadingiz, to'g'rimi? Aldaganim yo'q. Qimor ham o'ynaganim yo'q. Ming afsus bo'lsin. Sizga turmushga chiqqan kunimga ming la'nat bo'lsin. Ming la'nat. Asl yuzingizni kech bildim. O'zi senga uylanganimga sen rahmat aytishing kerak edi. Nima? Asror aka. Mashinangiz qanimish? O'zimni mashinam. Xohlasam sotaman. Xohlasam urib haydayman. Xohlasam metallomga topshirib yuboraman. Nima ishing bor? Xohlasam qimorga tikib yuboraman. Seni qara-yu. Ming. Bas.
Qalay, charchamayapsizlarmi? Qani? Mana u shuncha pula. Agar men shuni yutolsangiz bormi? Ikkita mashina, bitta dang'illama hovli taxt. Qani oling. Charchamang. Ey uka, namuncha o'ylanding? O'tgan safar mashinangni yutqazding. Hozir uyingni tikkansan. Yana nima qoldi? Puling yo'q. Bo'lmasam pas ber. Aka, hech narsasi qolmagan bo'lsa, xotinni tikadimi? Tikaman. Keyin afsuslanmaysanmi? Yo'q. Unda o'ylaymiz. O'ttiz bir. Agar qimorvoz bo'lmaganimda peshanangdan otib tashlardim. Endi unday qila olmaysiz. Mana Jilursun. Xotining chiroylimi yigitchi? O'tiraman. Oy. Ol qolingni. Jon aka. O'tgan safar yutkizganimda puldan kechgandingiz. Bir marta imkon bering. qimorda yutqizgandan keyin orqaga qaytilmaydi. Bir safar iltimos aka, boshqa yo'li bordir. Hey, erkak bo'l. Jon aka. Har safar yutqizsam pullarni olib kelaman. Bu safar pul yutqizmading. O'zing olib kelasanmi yo o'zimiz borib olib kelaylik? Jon aka, unaqa qilmang jon aka. Qimorni erkak o'ynaydi. Xotinni tikishdan oldin o'ylash kerak edi buni. Ana o'g'il bola, bora qol endi. Hey! Yo'l kira qilib ketasan. Ahmoq bola. Ey, Dilnura, tursangchi. Tur, bo'la qol. Bo'l. Tinchlikmi Asror aka? Nima bo'ldi? Tinchlik emas. Akang qo'ng'iroq qildi. Oying shifoxonada ekan. Senga tusha olmabdi. Operatsiya bo'pti. Oyim, Ha, senga qo'ng'iroq qilib tusha olmadi. telefonim qani? Qo'ng'iroq. Qanaqa telefon qo'ysangchi? Qanaqa telefon? Tezroq borishimiz kerak. Hali yo'l-yo'lakay do'stimdan pul ham olishimiz kerak. Ahvollarini bilishim kerak-ku Asror aka. Oy, ahvoli yaxshi emas. Ahvoli yaxshi bo'lganda seni shunaqa payt bezovta qilarmidim? Kiyimim almashtirib chiqay unda. Qanaqa kiyim? Tezroq bo'lgin. Bo'l, bo'la qol. Yur qol. Shu uydan o'rtog'imdan pul olib chiqing. Yura qol. O'zingiz kiraveringmi, nima qilaman? Yur, birga kiraylik. Xotini ham bo'lsa kerak. G'alati-yu. Qorong'ida bir o'zing turmaysan-ku. Yura qol.
Nimaga keldik bu yerga? Asror aka. Men chiqib tura qolay. Oho, yigitcha. Mard ekansan. So'zing ustidan chiqding. Bu yerga nega keldik Asror aka? Sen bugun shu yerda qolishing kerak. Nima? Nimalar deyapsiz? Seni qimorda yutqizib qo'ydim. Qolishing kerak. Nimalar deyapsiz? Esiz joydami? Men bu yerdan ketaman. To'xta. Men bu yerda Bu yoqqa qolmayman. yurdim senga. Qarshilik qilma. Ol qo'lingni. Ochir og'zingni. Dayus! Dayus! Iflos, tort qo'lingni. Isqir, tort qo'lingni. Dayussan! Dayus! Dayus! Ketmasdan! Tort qo'lingni dedim. Yaqinlashma menga. La'nat bo'lsin. O'zingni o'chir. Sizdan yo'qol. Seni ishing bitti. Endi ketaver. La'natlar bo'lsin. Yo'qol dedim. Qo'yinglar, men ketaman. Keyin nima bo'ldi? Shu bilan men hayotim barbod bo'ldi. Shundan beri mana shu yerda hammani ko'nglini xushlab yuribman. Hayotim tubanlikka botib ketdi. Shunchalik ham vahshiy odam bo'ladimi? Bo'larkan. Atrofimiz shunday vahshiy insonlar bilan to'la. Hozir eringiz qayerda? Erimmi? Ke, qimorvoz. Xotinimni olib ketgani keldim. Bemalol olib ketaver. Sherzod. Asror aka. Keldingizmi? Keldim. Meni olib ketasizmi? Ketamiz. Meni kechir azizam. Men xato qildim. Kechir meni. Qo'rqib ketdim. Qo'rqma. Endi ketamiz. Bular meni xo'rlashdi hammasi. Bo'ldi. Hammasi tamom. Endi ketamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Endi bu kunlar ortda qoldi. Bu meni qimorga tikkan kuning. Olgan nomusimni qasosi. Endi menga hech narsani farqi yo'q. Dayus. Tfu. Buni nima qilamiz? Bu ayol yomon ekan-ku.
Bu hech narsa qilmaymiz. Shu yerda yuradi, oldimizda. Borib keyin ko'nikadi. Buni-chi? Bunimi? Hech kim ko'rmaydigan joyga olib borib yoqib yuboringlar. Biror kim hitlab qolmasin. Tushunarli. u ablah shu narsaga loyiq edi. To'g'risi men nima deyishni ham bilmayapman. Bu uchun juda katta kuch kerak. Bu kuchmas. Bu qasos. Unaqa nomussiz erkakni ayoli bo'lganimdan o'likni bevasi bo'lganim afzalroq. Ey, chiq. Manmi? Yo'q, sen. Opa, Turi shef chaqiryapti. Qo'y vor uni. voy, qo'y vor, o'zim boraman. Jirozingni. Qo'y vor. Asray olmadim. Uni asray olmadim. Demak, tirik degan o'lmay qopti-da. Shunaqa. Qo'ng'iroq qilib gaplash. Xo'p. Eshitaman. Assalomu alaykum. Kim bu? Meni tanimadingmi? Kimsan? Nima tanimadingmi, yigit? Kimligingni ayt deyapman. Shuncha yil o'tib, ovozim ham esingdan chiqdimi? Chaynalmay gapir. Kimsan? Bir paytlar qilgan sotqinliging uchun javob beradigan payt keldi. Nima? Nimalar deyapsan? Yaxshilab eslab ko'r. Kimsan? Kimligingni ayt. Bu yerda kimligim muhim emas. Muhimi xotining bizni qo'limizda. Nima? Nima deding? Ha, to'g'ri eshitding. Agar unga qo'lingni uchini teqsang, Boshidan bir toli ham soch to'kilgani yo'q hozircha. Sen sotqinni bizdan qarzing bor. O'zi seni o'ldirib xotiningga to'latmoqchi edik. Yaxshi, o'lmay tirik qolibsan. Endi o'zing to'laysan. Agar bir hafta ichida 500 ming dollar qo'limizda bo'lmasa, xotinimdan ayrildim deb hisoblaver. u marras. Aytgan vaqt. Agar o'sha pullarni olib kelmasang xotining badani bilan o'sha pullarni o'zi to'laydi. U marras. Sana qayerdan bo'lsa ham topaman. Ildizing bilan quritaman. Tushundingmi? Qo'lingdan kelganini qil. Topsam, sog' qo'ymayman. Hammangni bitta-bitta qiraman. Allo. Allo. Marras. Iflos! Sarvar aka. Shu yerdamidingiz? Xonangizda yo'q ekansiz. Yangilik bormi? Sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. Aniqrog'i bir ma'lumot. So'ra.
Menga oxirgi 2 yil ichida men qatnashgan operatsiyalar va qo'lga olishlar bo'yicha ma'lumotlar kerak. Nega birdaniga bunaqa fikrga kelib qolding? Biroz avval menga yashirin raqamdan telefon bo'ldi. Mana buni yangilik desa bo'ladi. Xo'sh, kim ekan? Taniy olmadim. U menga qasos olishini, xotinim uni qo'lida ekanligini, qaytarish evaziga esa $500,000 berishimni aytdi. $500,000? Marazlar. Men gaplashib ko'raman. Topib berishadi. Topib berishmasa-chi, xalqqa berishmasa-chi, Sarvar aka? Bilmadim. Urinib ko'raman. Shuning uchun ham tezroq ular kimligini aniqlashimiz kerak. Arxivni ochamiz. Hujjatlarni titib ko'ramiz. Ularni albatta topamiz. Jinoyat uchun javob berishadi. Lekin sen hissiyotga berilmasliging kerak. Xo'p bo'ladi. Yaxshi. Unda chekirishamiz. Yur. Isqirt qo'liga tortmandan. Qo'yvor. Qo'yvor dedim senga. To'rt devor ichida o'tirib charchamadingmi? Sen so'q devorlaring meni yenga olmaydi. Sen hoynahoy kunlarni sanayotgandasan, a? Chunki qo'rqyapsan. Har bir o'tgan kun seni mag'lubiyatingni bildiradi. Oo. Sen meni kimligimni bilasanmi? Agar xohlasam, eringga qo'shib seni ham chumoliday ezg'ilab tashlayman. Bu yerda yotganingga qancha bo'ldi? Ering seni qidirish bilan ovora. Lekin izingga ham yaqinlashayotgani yo'q. Yaqinlashganda mana shu joy seni mozoringga aylanardi. Mozor? Judayam chiroyli so'z. Bilib qo'y, agar meni soyamga o'tishdan bosh tortsang, o'sha mozorni birinchi egasi seni ering bo'ladi. Meni qo'rqita olmaysan. So'nggi marta so'rayapman. O'sha xonada chirib ketishni xohlaysanmi? Yoki meni yonimda malikalardek yashashnimi? Seni yoning men uchun jahannam. O'sha xonada chirib ketsam ham hech qachon senga taslim bo'lmayman. Ko'ramiz. Erini jasadini oldida shunaqa mag'rur turarmikansan? Obchiq. Qani yur. Qo'yvor o'zim. Yur dedim. Qo'yvorlaring meni. Sen so'ragan ma'lumotlar. Oxirgi 2 yil ichida sen qamagan va qamoqdan chiqqanlar. Qimorbozlar. Bu qo'shni tumanda 2 yil oldin bosgan guruh emas. 2 oy oldin amnistiya bilan tinchgina qamoqdan chiqqan.
Demak, u chiqqan kunidanoq seni izingga tushgan. Tushunarli. O'shanda qonunan qamagan bo'lsam, bu safar to'g'ri jahannamga jo'nataman. O'zingni bos. Hozir xato qilishga haqqing yo'q. U aynan seni mana shu ahvolga solishni, g'azabdan ko'zing ko'r bo'lishini xohlayapti. Xotiningni o'g'irlagani bu senga tuzoq. Menga baribir. Agar u xotinimni bir tola sochiga zarar yetkazgan bo'lsa, men unga bu shaharni tor qilaman. Ma'lumot uchun rahmat. Men ketdim. Otabek, ehtiyot bo'l. Bu oddiy jinoyatchi emas. U yarador qashqir. Kir. Chaqirtirgan ekansiz. O'tir. Ma. Senga ish. Bular kimlar? Tuman bo'ylab tomir yozgan qimorbozlar. Demak, endi navbat qimorbozlarga, ha? Ha. Muammo yo'q. Qamab tashlaymiz. Agar qamash oson bo'lganda seni bu yerga chaqirmasdim. U odamlar yoniga begona odam yaqinlashtirmaydi. Ayniqsa pul tikiladigan katta o'yinlarda. Ularning ichiga kirish uchun ishonch kerak. Xo'p, ichkaridan odam topish kerakmi? Bu ishga men seni bekorga jalb qilmadim. Sen kirasan. Qanaqasiga? Men qimorboz emasman. O'ynashni bilmasam. O'rganasan. Seni 3 oy ichida qimorboz qilib tayyorlaymiz. 3 oy ichida meni qimorboz qilib qo'ymoqchimisiz? Yo'q. 3 oy ichida professional qimorboz qilib qo'ymoqchimiz. Farq katta ekan-a? Otabek. Ularning ichiga kirib borish uchun qurol ishlatishning foydasi yo'q. Bu ishlar yordam bermaydi. Bu yerda odamning sabri, aqli sinaladi. Xo'p, deylik, yutqazib qo'ysamchi? Yutqazasan. Keyin yutishni o'rganasan. Qimorda yangi odam birdan yutib ketsa, shubha uyg'otadi. Xullas, ularning ishonchini qozonishing kerak. Zo'r reja ekan. Avval kichkina to'dalardan boshlaysan. Kattasiga esa oxirida tuzoq qo'yasan. Ular bilan bitta stolda o'tirasan. Birga yeb ichasan. G'alabalarni nishonlaysan. Mag'lubiyatlarni ko'rasan. Xullas, Otabek, ularda yashaysan. Seni o'zlaridan biri deb o'ylash kerak. Demak, men qimorboz rolini o'ynashim kerak. Yo'q.
Sen rol o'ynamaysan. Sen ular ishongan haqiqiy qimorbozga aylanasan. Senga o'sha tumandan bir uy topamiz. Hammasi reja bo'yicha ketadi. Tushunarli. Voy, o'zimmi Salmon xonim? Man Salmonxondan kuchliroqman. Sal maqtasa darrov o'zingizdan ketib qolasiz, a? Salmon xonim baquvvat. Meni eng yaxshi ko'rgan aktyorim. Aytdim-ku, man undan kuchliroqman deb. Qanaqasiga? Senga buni isbotlayman. Isbotlangchi. Xo'p, qara. Masalan, u mashhur bo'lishi mumkin. Butun dunyo tanishi mumkin. Lekin haligacha uylanmagan. Haligacha bo'ydoq. Mani esa yonimda sen borsan. Bilasanmi, erkak kishini nima kuchli qiladi? Nima? Uni doim yonida, uni qadrlaydigan, doim sevadigan va har doim yonida bo'ladigan jufti haloli bo'lishini. Otabek, tasavvur qiling. Yoningizda yo'qman. Yo'q bo'lib qoldim. Nima qilasiz? Butun dunyoga o't qo'yaman. Jinnivoy, nega yo'qolasan? Sen doim meni yonimda bo'lasan. Bizni farzandlarimiz hali ko'p bo'ladi. Birga qaraymiz. Keyin ularga sevgimizning tarixini aytib beramiz. Jonim, bo'ldingmi? Hozir ozgina qoldi. Kel, Undan yordam ko'ra beraman. menga shunday yordamlashing. Ha? Nimaga menga unaqa tikilib qoldingiz? Esimga tushib ketdi. Zarina, sendan bitta narsa so'rayman. Faqat menga to'g'risini ayt. So'ring. O'sha sen qimorvoz deb tanigan Otabekni nega yaxshi ko'rib qolgansan? Bilmadim. Lekin ich-ichimdan sizni unaqa vahshiy odam emasligingizni his qilib turardim. Uchiga chiqqan qimorvoz edim. Lekin men qo'llaringizdagi kartaga emas. Ko'zlaringizga qaraganman. Ko'zlarimda nimani ko'rgansan? Haqiqiy qimorbozning ko'zida ochko'zlik va qo'rquv bo'ladi. Sizni ko'zlaringizda esa qanaqadir boshqacha mardlik, mehr bor edi. Qalb aldamaydi. Men o'sha harom pullarga emas, sizni o'sha berkingan toza qalbingizga ishongandim.
hayotimdagi eng to'g'ri va eng go'zal qarorim bu seni tanlaganim. To'g'ri ushlab turing. Xo'p. Buloqa tez. Ishga kech qolyapman. Xo'p, siz gapga tuturmasdan yordamlashsangiz tez-tez dazmol qilib beraman. Bo'ldi. Xohlasam, bugunoq qaytib ketaman. Lekin kelganga yarasha pul topish kerak. Ha, pul to'planib qoldimi o'zi? Otabek ovqat yeysizmi? Yo'q, qornim to'q. Har kuni bolalarimga pul Charchadingizmi? Ozgina charchadim. Hali o'qishi, hali kiyim kechib. O'zing yaxshimisan? Ber-beri tugamaydi bularni. Nima bo'ldi? Ko'zlaring yonib turibdi. Shular uchun yashayapmiz. Sizga bitta savol bersam bo'ladimi? Faqat to'g'risini aytasiz. Xo'p, so'ra. Kimdir qo'ng'iroq qildimi? Siz hayotingizda juda ko'p qiyinchiliklar ko'rgansiz. Xavfli ishlarda ishlagansiz. Voy, katta bo'lib qolishibdi-a. Sizni bu dunyoda nima qo'rqita oladi? Biron marta chin dildan qo'rqqanmisiz? Ha, unda hammamiz birga yig'ilib borishimiz kerak. Nigor Man faqat bitta narsadan qo'rqaman. Men bir Voy, odamga o'xshab nonushta qilamizmi yo'qmi? Sani yo'qotib qo'yishdan. Sani ko'zlaringda og'riq ko'rishdan qo'rqaman. Ishondim. Boshqa hech narsa meni qo'rqita olmaydi. Ertalabdan asabim buzilaring. yo'q, qarang tuhmat qilishini. Dada, bunisi-chi? Demak siz U chiravozini yaqinda yana bitta narsadan qo'rqishingizga to'g'ri keladi. Tushunmadim. Nimani nazarda tutyapsan? Buningiz bitta bola bilan gaplashib yuribdi. Siz endi faqat meni emas, yana bitta mitti yurakchani himoya qilishingizga to'g'ri keladi. Nima? Rostdan. Hazillashmayapsan, ha? Hazillashmading-a? Rostdan. Biz farzandli bo'lamiz, ha? Shundaymi? Rostdan. Kechir meni. Seni himoya qila olmadim. Sarvar aka. Xotinim yo'qolganiga 2 haftadan o'tdi. Lekin biz hali ham qo'l qovushtirib o'tiribmiz. Hech kim qo'l qovushtirib o'tirgani yo'q. Butun bo'lim oyoqqa turgan. Gumondor 2 kishini kuzatib yuribdi. Axir, kimligi ma'lum-ku, nimasini kuzatamiz ularni? Ey. Ozgina qoldi, sabr qil. Hammasi nazorat ostiga olingan. Bu ishda shoshqaloqlik qilish yaramaydi. Yashirin raqam. Javob ber. Ovozini ko'tar. Eshitaman. Buni topdingmi yigitcha? Umaras. Xotinim qayerda? Hozir bo'lmasa tug'ilganiga pushaymon qildiraman. Men aytgan pullar kelishi bilan xotiningni qo'yib yuboraman. Vaqting oz qoldi. Ertaga oxirgi muhlat. Xo'p. Qayerga borishim kerak? Uy eshigining tagiga manzil yozilgan qog'oz tashlab qo'yiladi. O'sha manzilga ertaga soat 9:00 faqat o'zing kelasan. Agar laychalaring bilan keladigan bo'lsang, xotiningni boshqa ko'rmaysan. Tushunarli. Nima qilamiz? Aytilgan vaqtda aytilgan joyga boraman. Yolg'izmi? Ha, Seni yolg'iz yubora olmayman. gapini eshitdingiz. Boshqa chorasi ham yo'q.
Qo'yvor! Qo'yvor dedim. Nima xohlaysan mendan? Ertaga ering keladi. Ungacha esa vaqtimiz ko'p. Bugun sendan foydalanib, eringga eng katta sovg'ani tayyorlab qo'ymoqchiman. Maraz hech qachon! Qo'yvor! 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 Qo'yvor qo'lim! Qo'yvor uni. Qo'yvor uni. Sen bu yerda nima qilyapsan? Qani challar? Tegma dedim unga. Tiling chiqib qoptimi? Yaqinlashsang o'ldiraman. O'ldira olasanmi? Qani, kel, o'ldir, o'ldir. O'ldir. Opa! Opa! Opa, opa, opa! Opajon! Opa, o'zingizga keling! Ko'zingizni oching! Kim bor? Labay. Nima qilib qo'yding? Opa! Nega qaramayapsan? Maraz, iflos! Ovozingni ochar. Seni ham jo'nataman o'sha yoqqa. Sen bu yerda Opa! turishing kerak. O'lmang, o'zingizga keling! Yo'q, siz o'lmasangiz kerak, opa! Opa! Iltimos, opa! Opa! Ikkalasini ham ko'zimdan yo'qot. Opa, ko'zingizni oching! Opa! Opa! Iltimos, ko'zingizni oching! Menga qara. Qimirvozning qayerga bekinib olgani menga qiziq emas. Menga aniq koordinata kerak. Bir haftadan beri ularning soyasini orqasidan yugurib charchadim. Nahotki hech qanday iz qolmagan bo'lsa, ertagacha biror manzil yoki ism bermasang, o'sha mafiyani o'ziga qo'shib, seni ham qamayman. Kuzatuvda davom et. Ikkisi ham o'sha qimirvozlarning sherigi ekanligi aniq. Ko'zdan qochirma. Baribir o'sha yoqqa boradi. Menimcha, bu aytgan gumondorlardan hech qanday foyda yo'q. Biz kutgan natijani bermaydi. Ha. Ana qimirvoz Sattor senga manzil berdimi? Ha. Bugun hammasi tugaydi. Shoshilma. Bu ishda bitta bosilgan noto'g'ri qadam hammasini barbod qiladi. Hech qanaqasiga. Boshqa yo'limiz qolmadi. Men keldim aytilgan joyga. O'sha yerga devorni oldiga pullarni qo'yganda o'zing keldim. Xo'sh, qo'ydim. Endi ket u yerdan. Alo.
Menga qara. Pulni olib keldim. Zarina qayerda? Uni qo'yib yuboringlar. Shoshilma. Hali menga pul yetib kelgani yo'q. Yo'lda u. Sen juda aqlli yigitsan. Qoidani bilasan. Men pullarni ko'rib, sanab, hammasiga ishonch hosil qilganimdan keyin uni qo'yib yuboraman. Marras. Kelishuv bunaqa bo'lmagandi. Qo'yib yubor xotinimni. Sen menga shart qo'ya olmaysan. Pullarni sanab bo'lganimdan keyin xotining ertaga ertalab uyda bo'ladi. Allo. Allo. Marras. Hoy. Nima bo'lyapti? Bilmadim. Bor qara. Tinchligiga o'xshamayapti. Xo'p. Voy, kimsan? To'xta. Otabek. Qo'yib yubor xotinimni. Qo'lingni ol undan. Agar bir qadam yaqinlashsang, miyasini sochib yuboraman. Qo'lingni ol dedim senga. Qo'lingdagini yerga tashlamasang, o'ligini olib ketasan xotiningni. Tashla dedim. Otabek gapiga quloq solmang. Otib tashlang uni. O'chir ovozingni manjalaqa. Otabek, men o'lishga ham roziman. Otib tashlang bu iflosni. Tanla, xotining yoki o'zing. Qo'yvor. Gapa, xotining yo o'zing. Qurolingni tasha. Bo'ldi. Bo'ldi. Mana qurolimni tashlayman. Faqat ayolimga tegma. Tegma. Mana. Qo'lingni ol. Qo'lingni ol xotinimdan. Erkakmisan? Qurolingni menga o'qtir. Bu sen oxirgi o'ynagan qumoring bo'ladi, yigitcha. Kuning bitdi. Otabek! Otabek!
Otabek, o'zingizga keling. Iltimos, meni tashlab ketmang. Faqat o'lib qolmang. Iltimos, o'zingizga keling. Allo! Maraz! Alo. Eshitaman. Otabek, meni eshit. Men senga yordam bermoqchiman. Kim bu? Men Sattor Sherzodman. Senga yordam beraman. Evaziga esa meni sudda oqlab berishing kerak. Xo'p, kelishdik. Menga manzil va ma'lumot kerak. Xo'p, senga Sattor ham rejasini aytib beraman. Qayerda bekinib yotgani, xotiningni qayerdaligini ham aytaman. Nega bunday qilyapsan? Yoki menga tuzoq qo'ymoqchimisizlar? Men charchadim. Har kuni qimor, jinoyat, harom pullar. Oilamni, farzandlarim oldiga qaytmoqchiman. Agar gaplaring rost bo'lsa, bittayam xato qilishga haqqimiz yo'q. Tushunarli. Tergovga yordam bersang, yengilliklar bo'ladi. Bu botqoqlikdan osonlikcha chiqib ketishning iloji yo'q. Kelishdik. O'sha marazni o'zini botqog'iga cho'ktiraman. Kelishdik. Meni tashlab ketmang. Sana tashlab ketib bo'ladimi? Jinnivoy. Qo'rqma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Otabek. Alo. Men tezroq Qozog'iston chegarasiga yetib borishim kerak. Men senga hammasini tayinlab qo'y degandim-ku. Vaqtimiz tezroq bo'l. Sattor, yetib keldik. Qahramon. Kiravering. Qahramon. Yaxshi bo'lib qoldingmi? Ko'rinishing yomonmas. Assalomu alaykum. Ovora bo'lma. Yot. O'rtoq boshliq. Sen yotishing kerak. Yotaver. O'zingizda nima gap? Sattor nima bo'ldi? Sattor ishi bitta. Unga shunaqangi ayblovlar qo'yildiki, endi quyosh nurini menimcha faqat panjara ortida ko'rsa kerak. Noqonuniy qimorbozlik, jinoiy uyushma tuzish, qurol saqlash, ayniqsa begunoh odamni o'g'irlash. Xullas, menimcha umrining oxirigacha qamoqdan chiqolmasa kerak. Adolat baribir qaror topdi. Ha, bu hali hammasi emas. Davlat xavfsizlik xizmati seni qilgan bu jasoratingni munosib baholadi. Sen uchun bayram tashkil qilyapti. Unvon, mukofot. Davring keldi, kapitan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Mayli. Seni bayraming endi boshlandi. Omadingni bersin, kapitan. Omon bo'l. Rahmat. Keling. Sho'rva olib keldingizmi? Keling. Kiravering, o'ting. Bo'pti, xayr.
Va nihoyat kelding. Sani kutaverib, bu yerdagi zerikarli sho'rvadan oshqozonim charchab ketdi. Endi chidaysizda? Kim sizga o'zingizni o'qqa qalqon qiling dedi? Mani yuragimni yorib qo'yay dedingiz-ku, kapitan janoblari. Men esa seni yo'qotishdan qo'rqdim. Sen uchun hammasiga tayyorman. Endi hammasi yaxshi. Muhimi yana birgamiz. Hozir esa o'z qo'llarim bilan sho'rva tayyorlab kelganman. Ichib olasiz, xo'p? Agar o'zim ichirib qo'yaman desang, ichaman. Ja, erkalanib ketar ekansiz-da endi. Mayli, faqat shu safar. Kosaga solib keling. Aha.